Shuncha ishlagan narsamga olib tashlagan narsalarini qarang. Ancha yig'ib qo'yibdilar o'zi. Juda har xil izdelari bor ekan. Hozir buni ko'rib aka, chiroyli narx qilib beramiz aka. To'g'ri chiqibdilar lekin, tillab qo'ygan yaxshi. Bu narsalar kerak emas-da. Undan ko'ra pullarimni yig'ganda yaxshi edi. Nima qiladi? Mana bu narsalarni olib bir kunga qimmat narsalar bular. Pul bo'lsa ishlatib qo'yishadi-da, ko'pchilik aka. Tillab qo'ygan yaxshi. Baribir zarar bo'lmaydi. Hisoblayinchi, ko'ringlar. Aka, narsalaringiz provasi 585. Mana bu lomlar. Bular yaxshi izdellar, holatlari yaxshi. Birinchi lomlarni hisoblaymiz. Hop. Lomingizda o'zi ham normal gram ekan. 260 chiqibdi. 8 gram minus bo'ladi. 1 million 40 ming so'mdan gram. 201 million 344 ming bo'ldi aka. 201 million? Ha, shunday lomingizda o'zi shunaqa bor. Normal summa bor ekan. Men xotinimni so'kib yotibman, nimaga bu narsalarni olding deb. Aka, ayollar nima qilish biladi. Hop, installalaringizni hisoblaymiz. Manimcha hammasi sig'maydi qog'ozga. Sig'gancha qo'yamiz. Yana bitta tovoz kerak. 240 70 bu yoqda 443 02 685 72 bot izlalaringiz. Hop. Izlalaringizni 1 million 100 dan qilib beraman. 754 million 292 ming so'm botdi. Lomga qo'shamiz buni. 754 million 292 ming so'm. Oho. Okay. Keyin nima qilishni bilganlar-da. To'g'riga xotinning kallasi yaxshi ishlab qoldi. Bu narsalarni olgan bo'lsa. Ha. Qarang, 955 million 636 ming so'm bor. Bo'ldi, olib qoling, bo'lmasa hammasini shularni. Bo'ldi, xo'p aka. Buni mayda chuyda qilib o'tirmaymiz-da. Aka Instagramdan keldingiz, to'g'rimi? 956 million qilib beraman aka. Sizga addushi. Bo'ldi. 1 milliardga yaqin pul bor aka. Keyin to'g'ri chiqgan ekanlar. To'g'ri, xotin to'g'ri ish qildi. Aka, siz mana shu paket tushab turamiz. Pul bilan to'ldiramiz. Bu yerda 200 million. Hop. Bu yerda ham 200 million. 400 million bor. 100 million. 500 million. Mana aka, 200 million. Bu yerda ham yana 200 million. O'xshi 900 million bo'lsa, mana sizga pochkalardan ham bor aka. 5 million, 1 million, 6 million. 956 million bor. Xo'p. Bo'ldi. Rahmat. Aka, rozimisiz? Sog' bo'ling, charchamang.